Elbette 5 iyul Ürümçi Qallıq qırğınçılığının hər xil səbəbləri və Xitay hökumətinin şu vəqədən kim o Qallıq qırğınçılıqdan kim o bastırış hərəkətinə kən köləmlik xalqımızı qaratqanlığı üçün köp qarindaşlarımız sırtqı çıxıb həyatını qutuldurup qalışqa terişdi. Çiğradan çıxışqa muvaffaq bolğan qarindaşlarımız var. Nurgulları çıkanmağallarımı var. Xitayning ichki qismida sargardon bo'lib, yo'shirinib жүргәнләрме бар. Endi bu Qallıq qırğınçılıqdan keyin xalqaro jamoatning Uyg'ur masalasiga bo'lgan inkasi burunqi vatanimizda yuz bergan har qanday voqeaga silishtirg'ili bo'lmagandak darajada kuchli bo'ldi. Buni bir ilgirlashtirib, buni ko'rishimiz kerak. Burunqi qirg'inchiliklar bo'lgani masalan Barin va G'ulja hodisalaridek xalqaro jamiyatning unchalik kuchli inkasmi ko'rmagan. Xalqaro tashkilotlarning e'lon qilgan dokladlardan boshqa, lekin bu Ürümçi qirg'inchiligidan keyin 17 dan ortiq davlat mayli u va mayli bu shaklda bayonot e'lon qildi. Amerika Kongressi, Davlat Majlisi bir qarornoma chiqardi va Yevropa parlamenti mi qarornoma chiqardi. Demak ki bu xalqaro jamoatning boshqa ko'ngil bo'lganligini ko'rsatdi. Va shuningdan keyin hamda qochib chiqqan qarindoshlarimizdan bo'libmi tragediya bilan oxirlashgan oxiri shunaq deyishga to'g'ri keldi. Kambodjadan qaytarilgan 20 qarindoshimiz va yaqinda Erşidin İsrail qarindoshimiz. Qurultay, Dünya Uyg'ur qurultayi qo'lidan kelgan butun g'ayrat bilan bu qarindoshlarımızdan oldi bilan Birleşken Devletler Teşkilatı tarafından qabul qilinishi kerak edi. Bu bosqichlarni bitdi. Undan keyingi bosqich bir davlatning ularni bizga kel deb mehmon sifatida qabul qilish kerak edi. Bu bosqichlar Erşidin İsrail do'stimizning ishi kelganda bitgan edi. Lekin Xitoy hukumatı qonunni tanimadi. Xalqaro qonunni to'lg'adi. O'zining qavatqanlarning hammasi o'zininki qonunlarga va xalqaro qonunlarga xilop, albatta xilop. Bunda Xitoy hukumatining nima uchun shunchalik qabih qilmishlarga murojaat qilganligini o'ylashimiz to'g'ri keldi. Chunki 5 iyul Qallıq qirg'inchiligining Xitoy hukumati o'tkazgan jinoyatning xalqaroga texmi ko'p shundaq shohidlar tomonidan oshkora bo'lib qilishi Xitoyni texmi qiynab oldi, qo'yib qo'ygani uchun bir Kambodjada 20 Uyg'urimiz uchun 1 milliard 200 million dollarlik to'xtamnoma tuzishga rozi bo'ldi. Ya'ni Qozog'istonga 50 million tonnalik uranium setib olamami, ya'ni nurg'un bir shunda xalqaro to'xtamnomalar va ularni aldash, yolg'ondan paket yasab chiqish, o'zining inovatini o'zi bilan bir dastlab turib, chaylab turib, qonunlarini chaylab turib, mushu yo'llarga murojaat qildi. Ya'ni bu yerdagi asli narsa bir Erşidin İsrailni qaytarib olish emas. Bir shohid, bir Qallıq qirg'inchilikni shohidini qaytarib ketish vaqtasi deb o'ylasak bo'ladi. Rahmat sizga Mehmet To'xta apandi, Mehmet apandilar, sizlarning suhbatimizga ishtirok qilganlarga shu butun televizor ko'ruvchilarimiz nomidan, stansiyamiz nomidan rahmat aytaman.